Xayrullo aka, mana bizga ma'lum bo'lishicha, siz iste'dodli shogirdlaringizdan biri Gulchehra Navro'zova bilan hamkorlikda islom dinining ulug' namoyandalaridan biri Hazrat Said Amir Kulol hayotlari, faoliyatlari va ta'limotlari haqida o'zbek tilida bir risolani nashr ettirgan ekansiz. Shu haqda fikr va mulohazangizni bilmoqchi edik. Obidjon, dar haqiqat Hazrat Bahovuddin 675 yillik yubileylari arafasida ulug' zotning ustozlari, piri murshidlari Hazrat Said Amir Kulolning hayotlari, faoliyatlari, u kishining ta'limotlari to'g'risida muayyan manbalarga asoslanib ilk bor o'zbek tilida bir kichik risola nashr etildi. Bu risolani haqiqatan ham eng iste'dodli shogirdlarimizdan biri Gulchehraxon ishtirokida uning forsiydan o'zbek tiliga tarjimasi va sharhi asosida birgalashib ishlab chiqdik. Endi shu munosabat bilan men qisqagina bo'lsa ham o'z mulohazalarimni shu risola to'g'risidagi o'z mulohazalarimni va bundan keyin bu ulug' zotning muborak nomlarini, ismi shariflarini abadiylashtirib borish to'g'risidagi mulohazalarimni aytib o'tishni lozim topmoqchiman. Bundan yaxshirog'i mana shu 1993-yilda shu risola chiqishi munosabati bilan tadqiqot ishlari olib borish jarayonida ko'p marotibalar to'g'ri keldi. Shu ulug' zotning tug'ilib o'sgan qishloqlari Sor qishlog'ida bo'lish. Chunki Kamina ham deyarli shu qishloqning farzandlaridan. Hozirgi Kogon tumanidagi Yangi Hayot deb ataladigan qishloq avvalda Suxor qishlog'i deb atalgan. Bu qishloqdan Markaziy Osiyoda tasavvuf ilmining yirik namoyandasi Hazrat Said Amir Kulol tavallud topgan, voyaga yetgan. Ul zot Ismoil al-Buxoriy, Xo'ja Ahmad Yassaviy, Boyazid Bastomiy, Abdulxoliq G'ijduvoniy, Xo'ja Ali Rometani yoki Xo'ja Azizon, Xo'ja Orif Mohitobon ta'limotlarining izdoshi bo'lgan Xo'ja Muhammad Boboy Samosiy hazratlarining bevosita ustozligidan tasavvuf ilmini chuqur egallab, uning rivojlanishiga muayyan hissa qo'shgan zotdir. Manbalar guvohlik berishicha Hazrat Said Amir Kulol Shayxul Shuyukh, Raisul Arbobil Tasavvuf, Sultonil Tariqa, Burhonil Haqiqat, Murshidus Solikin, Sayyidal Orifin, Sharaful Mustafavin, Zaynul Varisin val Muhaqqiqin, Hazrati Borafat, Vali va karomatlar sohibi unvonlari va darajalariga erishgan zot bo'lgan.
Biz bilamiz manbalardan bunchalik islom dini sohasidagi buyuk, ulug' unvon va darajaga erishgan zotlar